Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Benefik, Tompik, Litpik, Pik saytlarida qisqasi yangi igra qo'shilibdi. Bir boshdan sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana Solpikda mana Kino va Sigbo. Menga yoqqani mana bu Sigbo bo'ldi. Kinosi ma'qul kelmadi. Ana endi do'stlar, mana qarangizlar, hamma mana Dogiga ham qo'shilgan, mana Tronga ham qo'shilgan. Qisqasi Pek saytlarning hammasiga qo'shilgan. Endi sizlarga ko'rsatib o'taman. Bunda yutish ehtimoli ancha yaxshi ekan, kattaroq ekan. Benefikda sizlarga sinab ko'rsataman. Hozir ko'ramiz. Mana buni o'ynab ko'rdim. Kinoni o'ynab ko'rdim. Menga ma'qul kelmadi. Xohlagan 10 ta raqamingizni tanlar ekansiz, misolda endi keyin tikishni bosar ekansiz. Shundan 10 ta raqam 10 ta chiqsa 100 koeffitsient berar ekan. Hozir 4 ta chiqdi. Mana 4 koeffitsient 230 ga ko'paytirib berdi meni. Bu juda qiyin. Mana bu sizlarga video ishlashdan oldin ham sinab ko'rgandim. Ko'rib, lekin menga ma'qul kelgani mana shu Sigbo bo'ldi. Endi mana shuni sizlarga hozir birgalikda ko'ramiz. Balans ko'tarish juda yaxshi ekan. Mana qarang, kichkina katta deb qo'yganda o'sha kichkina katta hozir kichkina tushdi. Mana yana kichkina tushdi. Katta tushdi. 3 marta kichkina tushishini yoki 3 marta katta tushishini kutamiz. Strategiyaning mohiyati o'shandan iborat. Men aytganim yutish foizi ko'proq. Chunki o'shaning uchun shaxta o'yin. Mana hozir mana endi 2x ga ko'tarib, mana 3 marta kichkina tushdi. 2x ga ko'tarib kattasini tushishni kutamiz. Mana ko'rib turganingizdek xuddi ana shunday o'yin davom etadi. Mana shunday o'ynaymiz. Va yana obratni orqaga qaytaramizda. Orqaga qaytarib yana boshqatdan tikamiz. E'tibor berib turing, mana raqamlarni tepada ko'rsatib turibdi. 3 marta, mana yana 3 marta kichkina shart tushdi. Kattasiga yana tikamiz. Balanslaringizdan kelib chiqib tikasizlar. 4 marta tushdi, yana ko'taramiz. Mana 5-marta dagonku bo'lmaydi do'stlar. O'shaning uchun e'tibor bilan o'ynash kerak. Faqat yana minimalkaga qo'yib olamizda. Mana
Yana ketdik. Hozir mana 3 marta sizlarga shu jarayonni ko'rsataman. Keyin o'zlaringiz bu yog'iga strategiya taxlab olasizlar mana. Kichkinasiga o'tkazamiz, chunki 3 marta katta berdi. Endi kichkina tushish ehtimoli ko'proq. Mana yana yutdik. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday o'yin davom etaveradi. Keyin level ko'tarilishiga ham juda katta yordam beradi. O'shaning uchun kanalimdan uzoqlashmangizlar, layklarni bosib tashlangizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Qanaqa yangiliklar birinchi bizda sizlarga taqdim etib boramiz. Rahmat.